Ayollarga qanaqa erkaklar yoqadi? Mujisvinniy erkaklar yoqadi. Testosteroni ko'p erkaklar yoqadi. Testosteroni ko'p erkak har doim mujisvinniy bo'ladi. Gapini ustida turadi. Energichniy bo'ladi. Jinsiy hayoti ham zo'r bo'ladi. Bunaqa erkaklar borgan sari kamayib ketyapti. To'g'risini aytib qo'yaman. Oddiy misol. Nechida uxlaysizlar sizlar? 2da uxlaysizlar. Bitta narsani bilmaysizlarki, hali yoshsizlar. Har kuni 2da uxlagan insonni kortizoli juda ham yuqori bo'ladi. Bu stress gormoni. U impotensiyaga olib keladi. Inson хотя бы 11da uxlab qolishi kerak. Ana o'shanda 2ta mo'shniy gormon ishlab chiqariladi. Bu melatonin gormoni, uyqu gormoni va somatotropniy gormon. Zalga chiqsanglar, somatotropniy gormon mushak massasini ko'paytiradigan gormon qilinadi. Uyquda u balon bo'ladi. Ana o'sha erkak haqiqiy erkak bo'ladi. Bu stress natijasida sekin-sekin pasayadi. Hozir juda ham testosteron o'sha pasayib ketgan erkaklar o'sha impotensiyaga olib keladi. Meni qabulimga keladiganlar erkaklarning o'zi 30%. Bitta masalada keladi. Menda past deb keladi. Ili xotini ajrashaman deb keladi. Birinchi qiladigan ishimiz uxlatamiz. To'g'ri ovqatlantiramiz. Stressga munosabatini o'zgartiramiz. Stress hamma yoqda stress. Mana kelyapmiz hozir birdaniga mashina chiqib qoldi, xo'jayin so'kdilar. Masalan, stress. Oilasi tinch bo'lsa ham. Stress bo'lyapti. Masalan, bittasi turtib ketdi, boshqa qildi. Bunga reaksiya qilish kerak emas. Prosta bilmay qoldi. Mayli, endi shunaqa bo'lib qoldi. Hamma narsani yaxshilikka deb bilish kerak deb o'ylayman. O'shanda stressga munosabatingizni o'zgartirishingiz bilan birinchi bo'lib siz yutasiz. Surunkali stress qandli diabetga olib keladi, modda almashinuv buzilishiga olib keladi, testosteronni tushiradi, immun sistemani pasaytiradi, har xil kasalliklarga chalinishga olib keladi. Tushunyapsizlar? Juda ham ko'p muammolarni olib keladigan narsa bu stress hisoblanadi.